Assalomu alaykum. Bitta karnivalimizni olib qo'yganmiz. Mana shu holati. Mana bokka magnit tashlangan, mana strujkalardan ancha ushlab qo'ygan. Lekin baribir foydasi bo'lmagan, farsunkalari ketgan. Bankni ichlari ham zo'r emas ekan, toza emas ekan. Ichida strujkalar ko'p bo'lgan ekanda, bok tozalashmagan ekan. Mana bu mashinaga 308 motor bosishda harakat qilamiz, xudo xolasa. Mana buni farsunkalarni qilib qo'yib, bu tomoni xudo xolasa inshaalloh tayyor. Filtrlarigacha, farsunkalari hamma yo'qlarni ko'rib zo'r qilib qo'ydik. Xudo xolasa men shunaqa xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar. Qo'limizdan kelgancha qilib beramiz, xudo xolasa. Bunga полный ходовой. Mana 308 motorda qo'yiladigan holati. Xo'p, mana bunda radiatorlar almashadi, granatalar boshqa qo'yiladi, kompyuter, elektroobорот. Xullas, mana shu holatga olib kelib turib mashinani mana shular almashadi. Radiator, suvni radiatori almashadi. Xo'p, granatalar, korobka, motor, kompyuter, elektroobоротlargacha almashadi.